Hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Bergan chavaklaringlar bilan texmi bir ilhomlar kelyapti. Mana ko'rib o'tiribsizlar, biz LED ekranga bizning ilida yashab o'tgan ham hozirgi davrimizda yashayotgan pishqadam ustoz chaqchaqchi akalarning do'st birodarlarimniki suratini LED ekranga chiqarib qo'ydik. Endi buningki maqsad nima desak, men Ro'zaxon yolg'izli o'zimning tirishchiligim bilan Ro'zaxon bo'lib, bugünkidek sahnaga chiqib sizlarga xizmat qilish fursatiga ega bo'lgan emas. Mening mushunchalik bo'lishimda, mushu ustozlarimningki nihoyat ko'ngil qo'yib tarbiyalashi, meni qo'llab berishi, yetaklashi ostida bugünkidek sahnada turib sizlarga xizmat qilyapman. Barliq chaqchaqchi ustozlarimga chin dilimdan rahmatim aytaman. Rahmat. Endi bu noqul holatda mush chaqchaq degan gap chiqsa, ya chaqchaq to'g'riliq gap bo'linsa, birinchi bo'lib bizning yodimizga keldigani chaqchaq peshvorimiz hayat vaqtida Hayat Nasriddin efendim deb ta'riflanib bo'lgan, o'zining nodir asarlari, nodir chaqchaqlari bilan nurg'un chaqchaq tadqiqot temalarga sababchi bo'lgan bizningki katta shaxsimiz chaqchaq peshvorimiz Isom Qurbon akani sharaf bilan eslab o'tganmiz. Endi Isom akam o'z davrida chaqchaqni nihoyat yuqori mahorat bilan o'rindab, xalqimizga estetik zo'q bergandan sart nurg'un yaxshi qobil shogirdlarni tarbiyalab yetishtirib chiqib, ili xalq chaqchaqninki uzilib qolmay, kundan kunga taraqqiy qilishiga zo'r tuhfa qo'shgan Isom akam. Endi masalan Isom akamning shogirdlaridan musho Shavkat akam Jumash, Farhod akam, Ahmad akam, Latiq akam, Solih akam, marhum Tudaxon akam, Hibi akam qatorliq dangdar shogirdlarni Isom akam yetishtirib chiqqan. Endi bizning davrimizga kelganda men Javdat Arpat qatorliq biz yosh chaqchaqchi bolalarning davrida biz Isom akam bilan bevosita uchrashish fursatimiz ko'p bo'lmagan bilan mushu tarbiyalarni mushu Isom akam yetishtirgan shogird akalardan mushu akalarning izchil yurak qanini sarf qilib bizni tarbiyalashidan biz qabul qilib bugünkidek kunlar kelyapmiz. Ininkendan yana bir ko'nglimdagi bir xo'shalligim bizning ili xalq chaqchig'i 2011-yili 5-oyning 23-kuni mamlakat darajalik g'ayri moddiy madaniyat marosimlarini qo'g'dash turiga kirgizildi. Buningdan biz chaqchaqchilarni shaplandik, chaqchaq so'yar har millat xalqi beshi ko'kka yetkidek xush bo'ldi. Chunki bizning davlatimiz bizning chaqchig'imizga ko'ngil bo'lyapti shu. Endi eng oxirgi tiligim ili xalq chaqchaqlarining texma yaxshi o'rindalab, texmi taraqqiy qilib, avtonom rayonimizdan halqib ishkirdiki cho'ng-cho'ng sahnalarga, hatto xalqaro yuzinib ketishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Budra oynaydigan temamizni tonuluş deb qo'yib oldik-da. Endi bu chunki bu tonuluş deb tema qo'yishlik sabab bu hozir jamiyatda o't modi bo'layotgan bir tema bu. Uy bisib tonulyapti. Qaya qarsang tonulishning jidili. Endi do'yin, shovshiping, shipinxov deganda katta taratqullarimizga yo'l qo'yibadi. Endi sen do'yinlarda yaxshi aktiv energiyalik narsadan chiqarib, farzand tarbiyalash to'g'riliq chiqarib, hatto xotinlik bir bola buvusini beqibmi tonilib ketdi. Nihoyat katta ahamiyatli narsalar bilan tonilib ketgan tonilg'uvchilarimiz bor. Bularga chin dilimizdan rahmatimni bildiramiz. Endi nima qilib, qanday tonilib, qanday manfaat yetkazmay bilan chattig'i yo'q. Tonilishni maqsad qilib olib, adamni sal zirgandirib qo'ydigan, hatto mana quloq yiqib deyishdimi numus qildigan gaplarni o'chiqashkar deyotgan ashraf bir turkum tonilg'uvchilar bor. Endi bularga meniki baho berish salohiyatim yo'q. Endi bu tonilish degan temaning yana birisi mashhad o'tagan sizlarga bek yaqin temacha. Hammanglar tonilib butun xalqimizning qalbidan nihoyat yuqori hurmat, yuqori martabaga ega bo'lgan tomoshabinlarimiz. Endi men o'yladim bu tonilish degan atalg'u odamlarga, artistlarga qartilib qolgan atalg'u emasga bu. Masalan, vatanimizningki ta'ami maydoni mana butun dunyoga tonilgan. Shundaqmi? Sadichin sepinimiz butun dunyoga tonilgan bir parcha kishidan bizning junguni eslaydi. Sayyodayimiz katta sayyoh shaharlari va uning sirtida Xotanning atlisi, Xotan gilimi, Xotan qoshlishi mushlarni hammasi tonilib ketganlar. Endi maqsad nima deganda shu qimmati bor, haqiqiy qimmati bor narsa ashta tonildi ekan-ku. Endi men o'yladim, o'sha tonilgan ustoz akalarimizning hammasi tonilib olma deb tirishgan emas. Shu kasbini, yuragini berib 10 yil, 20 yil yaxshi qilib ustozlardan ügünüp, izchil yurak qanini sarf qilgan ekan, ininkenda xalq o'zi tonib olganda, Ahmet Çaktan naqshini yaxshi aytdi.
Dilshod Raydan yaxshi aytadi, Xalmurat Umar aytotni yaxshi o'ynab, o'zligidan tonilib oldi ekan. Demak, shu ajri bor, qiymati bor narsalar tonilgan demakchi. Xo'sh, amsa men shu tonilish degan temamni endi rasmiy bir boshlab ketyapman. Rahmat. Endi bu masalan tonilgan, masalan bilimi bilan tonilganlar bor. Olim bo'lgan, injener bo'lgan, akademik bo'lgan degandek. Uning keyin san'at orqali tonilganlarimiz bor. Masalan, shu Dilshod kam, Ahmed kam, Xalmurat kam, Ahad kam, Gulbakradam ish topdim mavzumga hozir. Amira Guldam, Mahmud kam. Bala qoldimmi men? Ablat kam mana. Umid kam bor. Yusufjon Qayim kam, Farad kam. Bo'ldi qildilar. Asqar Muxtar mana. Yani kim qoldi? Voy sen jim turib turgan o'zing. Bo'ldi. Shuna boshlamışda tonildigan gap. Da endi, mishta tonilg'uvchilar bor-ku. Voy ma Parizat qapti-ku. Buni tonimamısam. Parizat g'ine. Mushundaq tonilganlar bor. O dadam olib o'tdi. Ama shunaq ekan dadamni tonilib ketdi. Dadam. Cho'lpon bo'lib ketsa dada. Nurnisa odamlar bilan faoliyatlar berib yuribsiz. Axborot e'lon qilishlari qatnashib, shirkatdagi tabrik so'zlarini deb ketsam. Farizat bir grim buyumlarga bir e'lonlar chiqdi. O'z choplab olib yetkazsam. Oğlum tushganda davolayamdi. Dilshod kamlar bilan sochlarini o'stirib, so'parisini tang etib. Inch shayna chigirgan bo'lsa. Ya bo'ldi, o'zmeniq dadam bu. Hamda dadamga chaqchaq qilib qo'ydim, chunki biz uyda tamoq yeb o'tiribmiz mushtaq. Mushtaq qilishimizcha, yomon meni ilib etdi. Biroq yuz beryapti-da bugun. Rozi bo'lganjima dada chaqchaqlarimga. Rahmat sana. Endi demak, masalan, san'at sohasida tonilganlar, hunar kasb bilan tonilganlar, bilim orqali nurg'un tonilganlar bor. Hammasi bir jafo bilan tonildi-ku. O uning kaynida nurg'un mushaqqat bor. An mushuning ichidama chaqchaqchi bo'lib tonilmoqma, iligir kintasma, eng tisimikin deyman men. O'zim ko'rganda bu kunni. Shu mezgillar qani 2002-yillari meningki 17 yosh, 18 yosh vaqtlarim. Maldi chaqchaqchidim. Maldi to'ylarga andimda kirib qolatdim, bir ishkin dapratdim. Vo, ro'zaxon chaqchaq qildika, deb chaqchaq shu qoldim-da malda. O malida chaqchaq qilmoq oson. Hammasining mijoz xarakterini bilsa, laqimini bilsa, kim nima qilgan, kim qanday, kimning to'g'risini, kim jutirib aytgan, hammani bilgan ekan, o't chiqarib yetmay malda chaqchaq qilib. Bir yil chaqchaq qilib malda sal obro'li bo'lib qoldim. Jirma, o ro'zaxon dedi, da qo'yma. Ama tamayim sal cho'ngroq yala chaqchaq qilsam degan bir arzu kirdi-ku. Chopchal nohiyaga bir to'yga tushdi. Uyadimi chang chiqarib aytdim. Shuna g'uljilik bir ishga akimiz Amovga yomon pay chaqchaq qilsan-ku jumo dedi. Endi bir shaga bir hujum qilib baqsam. Shaga endi sal taynim yetqiyotgan vaqtlarda va sal tamayim bor mezgillar. Deb turatdim, bir yil o'tgandan keyin bir akimiz saqam shadi bir to'yibotdi. Bir tushpamamsa dedi. O ma'qul aka jiri. Rabla mashinasi bilan tushdik. Dungmal sepangda bo'lgan o'tirish shu. Mashinani mana to'xtatib qo'yib, mashina ichida o'tirsak, lis adam. Isam kam keldi. Isam kam yetlayma, payandazmasin, misha ashqala isam kam dedi. O shad ekanda chaqchaqchi deganning e'tibori da'vatime. Tudaqon kam keldi. Tudaq ko'tirib chiqilib palanpayding. Keta. Parat burdinglarmi? Parat kelsin. Ya Shavkatchi mashina ayvatinglar, bo'linglar deb. Voy, o't çay qo'yayotgan, tamoq seyotgan, ko'pining yumshug'ini qo'yayotgan. To'xta, endi men mashinadan tushsam, "Vo, ro'zaxon kapti" deb ketdi, deb men jag'istay tafakkur qilyaptim edi. Bo'ldi aka, endi biz kiraylik deb mashinadan tushdik. Da men baqsam, inson qarabmi qo'ymaydi menga. Bu mala tonmamda. Da qaldim. Sahibxon turgan, sahibxonlar tondiq deb, sahibxonlarning oldidan u yoqqa 3
Bu yak tüt ötüp baktım. Yütülüp mü koymaydı man kılkıla? 10 tin kâme diyeceğim o beni. Şunlar sorun kirepli şunlar tudakın kam, İslam kam da katlı yerlerde otadı. Ben şu ılkı ayak arlaşlı bir yerde otadı. Atrafında canlı ayak.